Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntiraman. Endi nimalar taqiqlanadi? Qaysi holatda pensiya to'xtatilishi, ortiqcha olingan pul qaytarilishi yoki odam muammoga tushib qolishi mumkin. Bu ma'lumot faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlari, qarindoshlari va pensiya kartasidan foydalanib yuradigan yaqinlariga ham bevosita tegishli. Chunki ko'p ma'lumot pensionerning o'zi bilmagan holda. Oiladagi boshqa odamlarning noto'g'ri harakati sababli boshlanadi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha eshiting. Men bu mavzuni oddiy tilda, lekin huquqiy va amaliy tomondan tushuntiraman. Oldin qanday edi, hozir nima o'zgardi? Kim xavotir olish kerak? Kim esa bemalol bo'lishi mumkin? Avvalo eng muhim narsani aytaman. Pensioner bo'lishning o'zi hech qanday jinoyat ham, cheklov ham emas. Pensiya odamning qonuniy haqqi. Lekin pensiyani olish, undan foydalanish, hujjat topshirish, boshqa odam nomidan pul yechish, nafaqa yoki kompensatsiya olishda aniq tartiblar bor. Endi shu tartiblar ko'proq tekshirilmoqda. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda va ilgari hech kim bilmaydi deb o'ylagan holatlar tezroq aniqlanmoqda. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjat, mahalla ma'lumotnomasi, tanish bilish orqali yurardi. Masalan, bir pensionerning yashash joyi o'zgarsa, ba'zan bu ma'lumot kechikib borardi. Kimdir vafot etsa, qarindoshlari 1-2 oy pensiya kartasidan pul yechib qo'yishi mumkin edi. Kimdir nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa turdagi to'lov bo'yicha eski ma'lumotni yangilamasa, bu ham darrov ko'rinmasdi. Hozir esa fuqarolik holati, bank operatsiyalari, ishga joylashish, yashash manzili, tibbiy xulosa va boshqa ma'lumotlar elektron tizimlarda ancha tez solishtiriladi. Demak, pensionerlarga endi taqiqlanadi deganda men shuni nazarda tutyapman. Pensionerga hayot kechirish, ishlash, pulini ishlatish taqiqlanayotgani yo'q. Taqiqlanayotgan narsa pensiya tizimini aldash, o'zgarishlarni yashirish, boshqa odamning pulini noqonuniy olish, soxta hujjat bilan to'lov olish. Bank kartani begona odam qo'liga nazoratsiz berib qo'yish va qonuniy majburiyatlarni bajarmaslikdir. Birinchi muhim taqiq, vafot etgan pensionerning pensiyasini olish mumkin emas. Bu juda og'ir, lekin hayotda ko'p uchraydigan holat. Masalan, ota 78 yoshda vafot etdi. Uning pensiya kartasi esa o'g'lining qo'lida qoldi. O'g'il baribir uy xarajatlari bor, dafn marosimiga pul ketdi. Keyingi oy tushgan pensiyani yechib olay deb o'ylaydi. Lekin qonun nuqtai nazaridan pensioner vafot etgandan keyin uning nomiga tushgan pensiya mablag'ini yechish ortiqcha va noqonuniy olingan to'lov hisoblanishi mumkin. Keyin bu pul qaytarilishi talab qilinadi. Ayrim holatlarda esa masalan huquqni muhofaza qiluvchi organlargacha borishi mumkin. Men bu yerda insoniy tomonni ham tushunaman. Daf xarajatlari, qarzlar, kommunal to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin buning qonuniy yo'li bor. Qarindoshlar tegishli idoraga murojaat qilib, marhumning olinmay qolgan pensiyasi yoki dafn puli bo'yicha tartibni aniqlash kerak. Karta orqali yashirincha yetish eng xavfli yo'l. Ikkinchi taqiq, pensionerning kartasidan ruxsatsiz foydalanish. Ko'p oilalarda ona yoki ota yoshi katta bo'lgani uchun kartani farzandiga beradi. Agar pensionerning o'zi rozi bo'lsa, farzandi bankomatdan pul olib kelishi mumkin. Lekin bu ham ishonch va hujjat masalasi bilan bog'liq. Eng xavfli holat shuki, pensioner kartasi, PIN kodi, telefoniga keladigan SMS kodlari boshqa odamning qo'lida bo'ladi. Keyin pul qayerga ketgani bo'yicha nizo chiqadi. Pensioner, men bu pulni olmaganman deydi. Farzand o'zim xarajat qildim deydi. Bank esa operatsiya karta va kod orqali bajarganini ko'rsatadi. Misol keltiraman. Pensioni oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Karta nevarasining qo'lida. Nevara 3 oy davomida har oy 300.000 so'mdan internet xaridlariga ishlatadi. Pensioner buni keyin bilib qoladi. Umumiy zarar 904.000 so'm. Lekin agar pensioner shikoyat qilsa, bank ichki ishlar sudgacha borishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga doim aytaman. Kartangizni berishingiz mumkin bo'lgan odam ham to'liq ishonchli bo'lishi, lekin PIN kod va SMS kod masalasida ehtiyot bo'lishingiz shart. Uchinchi taqiq, pensiya tayinlash yoki qayta hisoblashda noto'g'ri ma'lumot berish. Masalan, ish staji, ish haqi, nogironlik holati, qaramog'idagi shaxslar boquvchisini yo'qotganlik, yashash joyi bo'yicha noto'g'ri hujjat topshirilsa, bu keyin aniqlanganda ortiqcha to'langan pul qaytariladi. Ba'zan odam buni ataylab qilmaydi. Eski hujjatni tushunmaydi. Arxidan noto'g'ri ma'lumot keladi.
Lekin natija baribir muammo bo'ladi. Shuning uchun har bir hujjatni topshirishdan oldin familiya, ism, tug'ilgan sana, ish joyi nomi, yillar, lavozim, ish haqi miqdori bir-biriga mos kelishini tekshirish kerak. 4-muhim masala, pensiya olayotgan odamning sharoiti o'zgarsa, buni yashirib bo'lmaydi. Ayrim to'lovlar oddiy yoshga doir pensiyadan farq qiladi. Masalan, o'quvchini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi, parvarish puli, kompensatsiya, ijtimoiy nafaqa kabi to'lovlarda shartlar bor. Kimdir o'qishni tugatsa, kimdir ishga kirsa, kimdir nogironlik guruhi o'zgarsa, kimdir boshqa davlatga doimiy yashashga ketsa, bu holatlar to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Menga aytishmadi, bilmadim degan gap har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Oddiy misol, 19 yosh talaba otasidan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U kunduzgi o'qishni tashlab ishga kiradi, lekin bu haqda xabar bermaydi. Bir yil davomida har oy 800 ming so'mdan to'lov kelaveradi. Keyin tekshiruvda ma'lum bo'lsa, 9 million 600 ming so'm ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu pulni birdan qaytarish oila uchun juda og'ir bo'ladi. Muammo boshida bitta ariza bilan hal bo'lishi mumkin edi. Lekin yashirilgani uchun katta qarzga aylanadi. 5-taqiq bir xil asos bo'yicha 2 marta to'lov olishga urinish. Ba'zi odamlar bitta idoradan pensiya, boshqa joydan nafaqa olsa bo'laveradi deb o'ylaydi. Lekin har bir to'lovning manbasi va sharti bor. Agar qonun bo'yicha bir to'lov ikkinchisini istisno qilsa, odam ikkalasini ham olib yurishi mumkin emas. Masalan, ijtimoiy nafaqa tayinlangan, keyin pensiya huquqi paydo bo'lgan bo'lsa, qayta rasmiylashtirish talab qilinadi. Bunda menga tushyapti demak qonuniy deb xulosa qilish xato. Tizimda texnik kechikish bo'lishi mumkin. Lekin keyin ortiqcha mablag' baribir hisoblanadi. Men pensionerlarni qo'rqitmoqchi emasman. Agar siz pensiyangizni qonuniy olsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, sharoitingiz o'zgarganda o'z vaqtida xabar bersangiz. Siz xavotir olishingiz shart emas. Yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi, farzandlariga yordam berishi, bank kartadan foydalanishi, omonat ochishi, kommunal to'lovlarni to'lashi mumkin. Bularning o'zi taqiqlanmagan. Lekin quyidagi odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Birinchisi, pensiya kartasi o'zida emas, boshqa odamda yurgan pensionerlar. Ikkinchisi, nogironlik boquvchisini yo'qotganlik yoki parvarish bilan bog'liq to'lov olayotganlar. Uchinchisi, chet elga uzoq muddatga ketgan yoki yashash manzilini o'zgartirganlar. To'rtinchisi, pensiya hujjatlarida eski ish joylari, arxiv ma'lumotlari, staj yillari bo'yicha chalkashlik bo'lganlar. Beshinchisi, marhum pensionerning kartasi oilada qolib, undan pul yechilgan holatlar. Masalan, 17 yosh ayol pensiya oladi va o'zi qishloqda yashaydi. Kartasi Toshkentdagi qizida. Qizi har oy pulni yechib onasiga naqd yuboradi. Bu o'z-o'zidan jinoyat emas, lekin agar ona pulni to'liq olmayotgan bo'lsa yoki qizi kartadan boshqa xarajatlar qilsa, katta muammo chiqadi. Eng to'g'ri yo'l pensioner bankdan SMS xabarnomani o'z telefoniga ulatishi. Har oy qancha tushganini bilishi, kerak bo'lsa ishonchnoma orqali rasmiy tartibda vakil belgilashi. Yana bir misol, 12 yoshli erkak pensiya chiqqan, lekin keyin yana ishga kirgan. Ko'pchilik pensioner ishlasa pensiyasi to'xtaydi deb qo'rqadi. Oddiy yoshga doir pensiyada ko'p holatda ishlashning o'zi pensiyani bekor qilmaydi. Lekin ayrim ustamalar, imtiyozlar, maxsus to'lovlar yoki boshqa nafaqalar bo'yicha ishga kirish ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men har doim aniq to'lov turiga qarashni maslahat beraman. Qo'shnim ishlayapti, unga hech narsa bo'lmadi degan solishtirish huquqiy maslahat o'rnini bosmaydi. Eng katta tuzoq shu, odam pensiya tizimini faqat pul tushdi yoki tushmadi deb tushunadi. Aslida esa pensiya har oy ma'lum huquqiy asos bilan to'lanadi. Bu asos o'zgarsa, to'lov miqdori ham, to'lovning o'zi ham o'zgarishi mumkin. Masalan, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan muddatda tasdiqlanmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Bunda pensioner men kasalman-ku, nega to'xtadi deb ranjiydi. Lekin tizim uchun tibbiy hujjat yangilanishi shart. Ikkinchi nozik jihat, ishonchnoma. Agar pensioner yura olmasa, bankka yoki pensiya bo'limiga bora olmasa, uning nomidan boshqa odam ish yuritishi mumkin. Lekin bu og'zaki kelishuv bilan emas, rasmiy ishonchnoma bilan qilinsa xavfsiz bo'ladi. Ishonchnomada kim, nima ish qilishi, qaysi muddatga, qaysi vakolat bilan harakat qilishi aniq yozilishi kerak. O'g'lim-ku, qizim-ku degan gap oilada yetarli bo'lishi mumkin. Lekin bank, idora va sud uchun hujjat muhim. 3-nozik jihat.
ortiqcha to'lov ataylab olinmagan bo'lsa ham qaytarilishi mumkin. Ba'zi odamlar men so'ramadim, o'zlar o'tkazibdi, nega qaytaraman deydi. Lekin davlat to'lov noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, bu mablag' ortiqcha to'lov sifatida undirilishi mumkin. Shuning uchun hisobingizga odatdagidan ko'proq pul tushsa, darhol sababini aniqlang. Masalan, odatda 1 million 500 ming so'm olasiz. Birdan 3 million 200 ming so'm tushdi. Bayram puli bo'lsa kerak deb sarflab yubormang. Bankdan, pensiya bo'limidan yoki rasmiy xabarlardan tekshiring. 4-chi nozik jihat, chet elga ketish. Pensiyaga vaqtincha mehmonga ketish boshqa. Doimiy yashash uchun ketish boshqa. Ayrim holatlarda pensiyani olish tartibi bank orqali to'lov, tasdiqlovchi hujjatlar, hayot ekanligini tasdiqlash kabi masalalar paydo bo'ladi. Agar pensioner bir necha oy yoki bir yil chetda yashab, kartasini bu yerda qarindoshiga qoldirsa, keyin savollar tug'ilishi mumkin. Ayniqsa pensionerning o'zi pulni olmayotgan, karta boshqa odam tomonidan ishlatilayotgan bo'lsa, bu xavfli. 5-chi nozik jihat, telefon raqami. Hozir ko'p xizmatlar SMS kod, mobil ilova, bank xabarnomasi orqali boshqariladi. Pensionerning telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa yoki sim karta nevarada yursa, karta xavfsizligi pasayadi. Firibgarlar ham ko'pincha aynan shu yerdan foydalanadi. Pensiyangiz oshiriladi, kodni ayting. Kartangiz bloklanadi, raqamni tasdiqlang. Kompensatsiya chiqdi, havolaga kiring degan qo'ng'iroqlar juda xavfli. Men qat'iy aytaman, SMS kodni hech kimga aytmang, hatto o'zini bank, pensiya bo'limi yoki mahalla xodimi deb tanishtirsa ham, rasmiy xodim sizdan SMS kod so'ramaydi. 6-chi nozik jihat, hujjatdagi bitta harf ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida familiya Karimova, pasportda Karimova Dilbar, arxiv ma'lumotida esa Da Karimova deb yozilgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1979 yil, boshqa joyda 1960 yil bo'lib qolgan. Bu kichik xato ko'rgani bilan stajni hisoblashda yoki pensiyani qayta ko'rib chiqishda to'siq bo'ladi. Shuning uchun hujjatlarni tartibga keltirishni pensiya yoshiga yetganda emas, oldinroq boshlash kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Bu yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami, kompensatsiyami yoki parvarish bilan bog'liq to'lovmi? Har birining sharti boshqacha. Agar to'lov turini bilmasangiz, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan ma'lumot oling. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni bir papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy xulosa, nogironlik bo'yicha hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarning asl nusxasi va nusxasini alohida saqlang. 3-chi qadam, ma'lumotlaringizni tekshiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSH IRR, yashash manzili, telefon raqami, bank hisob raqami bir-biriga mos bo'lsin. Agar xato topsangiz, keyin to'g'rilayman demang. Avval qaysi hujjatda xato borligini aniqlang, keyin tegishli idoraga ariza bering. Xato pasportda bo'lsa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi orqali, arxiv hujjatda bo'lsa, arxiv orqali, bank rekvizitida bo'lsa, bank orqali to'g'rilanadi. 4-chi qadam. Sharoitingiz o'zgarsa, yozma, murojaat qiling. Ishga kirdingizmi? O'qishni tugatdingizmi? Nogironlik guruhi o'zgardimi? Boshqa joyga ko'chdingizmi? Chet elga uzoq muddatga ketmoqchimisiz? Pensioner vafot etdimi? Darhol tegishli bo'limga xabar bering. Murojaat qilganda 2 nusxada ariza yozing yoki elektron murojaat yuboring. Arizada kim ekaningiz, qanday to'lov olayotganingiz, qanday holat o'zgargani, qaysi sanadan o'zgargani aniq yozilsin. Qabul qilingani tasdiqlovchi belgi, kirim raqami yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 5-chi qadam, kartangizni himoya qiling. PIN kodni qog'ozga yozib, kartaning yonida saqlamang. SMS kodni hech kimga bermang. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lsin. Bank ilovasiga begona telefon orqali kirmang. Agar kartangiz yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklating. Agar kartadan noma'lum pul yechilganini ko'rsangiz, kutib o'tirmang. Bankka yozma ariza bering. Zarur bo'lsa ichki ishlar organlariga murojaat qiling. 6-chi qadam, agar siz yura olmaydigan pensionerga yordam berayotgan bo'lsangiz, ishni rasmiy qiling. Notarial ishonchnoma oling. Vakolatni aniq belgilang.
pulni olganingizni va pensionerga berganingizni yozib boring. Bu sizni ham, pensionerni ham himoya qiladi. Oilada hamma bir-biriga ishonsa ham, ertaga meros qarz, kasallik yoki nizo chiqsa, hujjat bo'lmasa haqiqatni isbotlash qiyin bo'ladi. 7-qadam ortiqcha pul tutsa sarflamang. Avval sababini aniqlang. Pensiya bo'limiga yoki bankka boring, rasmiy izoh so'rang. Agar bu haqiqatan ham qayta hisob-kitob, indeksatsiya yoki qonuniy qo'shimcha bo'lsa, bemalol foydalanasiz. Agar xato bo'lsa, pulni qaytarish tartibini kelishasiz. Eng yomoni bilib turib sarflab yuborish, keyin menda pul yo'q deb qolish. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, sizga qo'shimcha pensiya chiqdi. Plastik kartangizni tasdiqlash kerak. Davlatdan yordam puli beriladi deyishadi. Keyin karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod so'rashadi. Shuni eslab qo'ling, davlat idorasi yoki bank sizdan maxfiy kod so'ramaydi. Rasmiy masala bo'lsa, sizni idoraga chaqiradi, rasmiy ariza, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va imzo bilan ishlaydi. 9-qadam, marhum pensioner bo'yicha qonuniy tartibga amal qiling. Agar oilada pensioner vafot etsa, avvalo o'lim guvohnomasini rasmiylashtiring. Keyin pensiya bo'limiga murojaat qilib, olinmay qolgan pensiya, dafn puli yoki boshqa to'lovlar bo'yicha tartibni so'rang. Karta orqali tushgan pulni yashirincha yetishdan saqlaning. Bu vaqtincha yordamdek ko'rinsa ham, keyin katta muammoga aylanadi. 10-qadam. Og'zaki gapga emas, yozma javobga tayaning. Mahalladagi tanish, qo'shni, bank navbatidagi odam yoki qarindoshning tajribasi sizning holatingizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Har bir odamning pensiya turi, staji, hujjati, oilaviy sharoiti boshqacha. Shuning uchun aniq savol bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limidan, yagona interaktiv davlat xizmatlar portali orqali yoki rasmiy ishonch telefonlari orqali ma'lumot oling. Iloji bo'lsa, javobni yozma shaklida oling. Demak, asosiy fikr shuki, pensiyalarga pensiya olish, ishlash, pulini ishlatish taqiqlanayotgani yo'q. Lekin pensiya bilan bog'liq noto'g'ri ma'lumot berish, o'zgarishlarni yashirish, marhum odamning pensiyasini yechish, kartani nazoratsiz boshqa odamga berish, SMS kodni aytish, ikki xil to'lovni qonunsiz olish va ortiqcha tushgan pulni bilib turib sarflash jiddiy muammoga olib keladi. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Hujjatlaringizni tartibga keltiring, kartangizni himoya qiling. Har qanday o'zgarishni vaqtida xabar qiling va shubhali vaziyatda darhol rasmiy idoradan aniqlik kiriting. Shunda pensiyangiz ham, huquqingiz ham, oilangizning tinchligi ham himoyalangan bo'ladi. Sizningcha pensionerlar uchun eng katta muammo qaysi? Hujjatbozlikmi? Bank kartalari xavfsizligimi yoki ortiqcha tekshiruvlarmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, bu bobolaringiz yoki pensiya masalasi qiynayotgan tanishlaringizga yuboring.